Assalomu alaykum, hurmatli. Xo'p, demak, matematiklar bugun 6-sinf darsligi va mashq daftaridagi hajm mavzusini ko'rib chiqamiz. Dastlab, demak, eslang bo'limini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yerda kub, kuboid va suyuqliklarning hajmini bo'yicha masalalar berilgan. Bu masalalarni dastlab darslik kitobdan tahlil qilib chiqamiz. Xo'p, demak, kubning o'lchamlari berilgan 2 sm, 2 sm va 2 sm. Bilasiz, kubning barcha qirralari o'zaro teng bo'ladi. Kubning hajmini aniqlashimiz kerak. Kubni hajmini aniqlash uchun, demak, bu uchalasini ko'paytiramiz. Ya'ni 2 2 2 bir-biriga ko'paytirgan bo'lsak, 8 sm kubga teng bo'lar ekan. Ya'ni bizda 8 sm kub chiqyapti. Xo'p, endi kuboid. Kuboidni o'lchamlari 8 metr, 4 metr, 3 metr ekan. Uni hajmini aniqlashimiz kerak. Xo'p, demak, kuboidni hajmini topish uchun, demak, bo'yi eni balandligini ko'paytiramiz. 8 4 3 ni ko'paytmasi 96 metr kubga teng bo'lar ekan. 3-masala. O'lchamlari 32 sm, 18 sm va 20 sm bo'lgan kuboid shaklidagi akvariumning 3dan 2 qismi suv bilan to'ldirildi. Akvariumdagi suvni hajmini aniqlang. Xo'p, dastlab biz akvariumni hajmini aniqlab olamiz. Buning uchun, demak, eni bo'yi balandligini ko'paytiramiz va uning 3dan 2 qismini topamiz. Demak, bu yerda barchasini birga ko'paytirgan natijada 7680 sm kub chiqqan. Bu, demak, akvarium ichidagi suvning hajmi hisoblanadi. Xo'p, endi mashq daftaridagi masalalarga o'tamiz. Xo'p, demak, birinchi kubning hajmini aniqlang. Uning qirrasi 3 ga teng, demak, hajmini topishimiz kerak. Demak, 3 va 3 ni bir-biriga ko'paytiramiz. Bu yerda, demak, u 27 santimetr kubga teng bo'ladi. Bsda ham xuddi shunday, demak, 4 va 4 ni ko'paytiramiz. Bu endi 4 ning kubi, ya'ni 64 ga teng bo'ladi. 64 metr kubga teng bo'ladi hajmi. Endi kuboid berilgan. Kuboidning hajmini topish uchun eni bo'yi balandligini ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni 8, 2 va 6 ni ko'paytiramiz. Xo'p, ko'paytiradigan bo'lsak 16 96 metr kub bo'lar ekan. Bsda ham xuddi shunday 14 5. Demak, 10 ni, 4 ni va 5 ni bir-biriga ko'paytiramiz. Ko'paytirsak, demak, bu 200 ga teng bo'ladi. 200 santimetr kub bo'ladi. Keyingi masalalarimiz quyidagi matnli masalalarni yeching deyapti. Bu yerda, demak, kuboidning o'lchamlari berilgan. Bo'yi 35 sm, eni 25 sm, balandligi esa 12 sm ga teng, 14 sm ga teng ekan. Xo'p, idishdagi suv hajmini topishimiz kerak. To'ldirish uchun yana qancha suv qo'shish kerak deyapti. Xo'p, buning uchun, demak, birinchi akvarium shaklidagi idishning, demak, ichiga suv solingan, suvni balandligi 5 sm bo'lyapti. Demak, biz dastlab suvning hajmini aniqlaymiz. Demak, suvning hajmi aniqlash uchun 35, 25 va 5 ni ko'paytiramiz. Xo'p, ko'paytiradigan bo'lsak, bu yerda 35, 25 va 5. 4375 hosil bo'lar ekan. Santimetr kub bo'ladi. Endi Bsda biz idishni to'ldirish uchun unga yana qancha suv kerak bo'ladi deyapti. Buni aniqlash uchun dastlab 14 santimetrdan ayiramiz 5 santimetrni. Demak, bu 9 santimetr bo'ladi. Endi to'ldiriladigan qismi, demak, hajmi. Xo'p, buni quyidagicha yozamiz. Quyilgan suv hajmi. Buni aniqlash uchun, demak, 35 ni, 25 ni va 9 ni ko'paytiramiz. Xo'p, o'shanda bizda 7875 hosil bo'lar ekan. Ya'ni santimetr
kub suv quyishimiz kerak ekan. 4-masala. Bo'yi 42 cm, eni 30 cm va balandligi 30 cm bo'lgan kub shaklidagi idishning 5 dan 2 qismi suv bilan to'ldirilgan. Xo'p, birinchi savolimiz idishda necha litr suv bor deyapti. Xo'p, idishda necha litr suv bor? Demak, suv hajmi deymiz. Suv hajmi. Xo'p, buni aniqlash uchun demak 42, 30 va 30 ni ko'paytiramiz va uning 5 dan 2 qismini aniqlaymiz. Xo'p, ko'paytiradigan bo'lsak, bu yerda oldin 5 bilan 30 ni qisqartiraman, bu yerda 6 qoladi. 6 ni endi 2 ga va 30 ga va 42 ga ko'paytiramiz. Xo'p, demak 42, 30 va 12 ni ko'paytmasi. 15120 hosil bo'lar ekan. Bu endi santimetr kubda. Endi buni litrga o'tkazing degan, demak 1000 ga bo'lishimiz kerak. 15,12 litr bo'lar ekan. Xo'p, endi ikkinchi holat. Idishni to'ldirish uchun yana qancha suv quyish kerak? Demak, uni 5 dan 2 qismi to'ladigan bo'lsa, ya'ni to'lgan bo'lsa, yana qancha quyishimiz kerak? Ya'ni 5 dan 3 qismini to'ldirishimiz kerak. Ya'ni 1 dan 5 dan 2 ni ayiramiz. Bu yerda bu 5 taqsim 5 minus 2 taqsim 5, ya'ni 5 dan 3 qismi to'ldirishi kerak ekan. Demak, quyiladigan suv hajmi deymiz. Hajmi. Demak, 42 ni 30 ni va yana 30 ni ko'paytiramiz va uning 5 dan 3 qismini hisoblaymiz. Demak, 30 bilan 5 qisqaradi, bu yerda 6 qoladi. Xo'p, demak, bularni ko'paytiradigan bo'lsak, 22680 hosil bo'lar ekan. Bu endi santimetr kubda. Buni litrga o'tkazamiz, 22,68 litrga teng bo'ladi. Xo'p, demak, bu mavzumiz bo'yicha misollarimiz shundan iborat edi.